agar bo'lay desang munosib Daraxtni ildizi orqali demak daraxtimiz erta yaxshi bo'y berib, yaxshi erta xalqimiz uchun, toza kislorod uchun erta xizmat qilishiga biz aminmiz. ilmla dunyoda zafarlar quchgin past balandi ko'pdir. Bitta daraxt eksang, demak 10 yil bir kishining umrini uzaygan bo'ladi. Bu ham bir katta ehsonga kiradi. Ehsonning mukofoti faqat ehsondir. Yulduzim qo'lingni cho'zib zulmatni yoritsin yoqqan mash'aling obod et vatanni bizdan ham aslo unutmasligimiz kerakki, birta daraxt birta soyadir. Birta daraxt minglab nafasdir. Turmushimizga baraka baxsh etuvchi kislorod manbaidir. Daraxt ekish bu ham bir yaxshilikdir. Bu ehson, bu ertangi avlodga qoldirilgan eng ulug' merosdir. Bugun ekilayotgan har bir nihol Buxoroning yashil kelajagi, xalqimiz uchun sof havo va farovon hayot demakdir. Buyuk kelajakni qoldirib ketsam, sening ovozingda qo'shiq kuylayman. Orzularim sari bir kuni yetsam, armonsiz yashadim deya o'ylayman. sen esa ezgu maqsadlaring